41 gradus o'lchagan vaqtimizda 41 gradusga chiqdi. Dadasi, Uchxonaga aytganda qurilishga keldik, buncha issiq 39 gradus. Shoshma xotin, barakalla ustalarga shu. Salqin joyda olishimga majbur bo'ldim, sababi u yoqqa issiqlikka olgan vaqtimda kameralarim najib qotib qoldi, ishonasizlarmi? Kamera ishlamay qoldi. Chunki gradus juda baland. 39 hozir A5 blokdaman o'zim, birinchi etaj qismidaman. A5 blokimizda ham xuddi shunaqa ikkinchi etaj qismi yakunlanib, tom qismi pilta yopish ishlariga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Xudo xolasa, A3 blok, A4 blokimizga g'ishtirish ishlari boshlanadi va A7, A12, A2 bloklarimizga podvalga ips blok qo'yish ishlari boshlanadi asli. Sizlarning duolaringiz bilan albatta ustalarimiz kuch va quvvat oladi asli. O'zi mana shu yerda 41 gradus o'lchagan vaqtimizda 41 gradusga chiqdi. Zo'r yangiliklarimiz bor. Bir xonalik 32 kvadratlik xonadonimizda aksiyaga faqat borib bo'linglar azizlar. Bir xonalik 32 kvadratlik xonadonimizda naqd pul beraman degan mijozlarimiz uchun $9600 qilib belgilandi. Agar siz naqdga olmoqchi bo'lsangiz, keling, mana ofisimizga tashrif buyuring. Kelasiz, $9600 ga xonadon egasi bo'lasiz. Azizlar, bitta mashinani puli bilan olib qoling. Hozir bitta mashina olasiz, ertaga o'zi narx tushib ketadi mashinani. BBS Holding rahbari Bekzod aka Bahromov 9600 naqd beraman degan mijozlarimizga beringlar deydi. Bunaqa imkoniyat, bunaqa aksiyalarni, bunaqa mijozlarni o'ylaydigan kompaniya faqat BBS Holding kompaniyasi azizlar. Naqd pulga olaman desangiz 32 kvadratlik bir xonalik xonadonimizda $9600 ga olish imkoniyati bor. Faqat ulgurib qo'yinglar azizlar. Bizda bu xonadonlarimiz soni cheklangan. Ulgurib mana shu aksiya vaqtimizda olib qolinglar. Hali yana yangiliklarimiz bor. Kuzatishda davom eting va mana shu bizni har bitta chiqaradigan videolarimizda imkon qadar xonadon izlab yurgan va xonadon xarid qilmoqchi bo'lgan tanishlaringizga uzatib qo'ying. Ular ham siz sababli xonadon xarid qilishda ajabmas. Bu ustalarimizni va mana shu BBS Holding kompaniyasi rahbariyatini duo qilib turinglar. Xudo xolasa yana yangiliklarimiz bor sizlarga. Aslan ozgina kuzatib va aktiv bo'lib turinglar. Mana shu videolarimizni tarqatib aktivni bitta ko'rsatib turinglar. Xudo xolasa Bekzod aka yana motivatsiya bo'lib, mana shu mijozlar uchun yana zo'r imkoniyat qilib beradi. Damas ola olmadim degan mijozlarimiz uchun ham xudo xolasa tez kunlarda e'lon beramiz. Bosh tili o'qigan va ilgari bosh tili o'qigan mijozlarimiz ham bu o'yinda qatnashadi. Yana damas qo'yamiz, lekin nechtaligini kuzatib boringlar, aktiv bo'lib turinglar. Nasib bo'lsa tez kunlarda aytamiz. Nechta damas qo'yishimizni aytamiz. Soni ko'p damasda xudo xolasa uy olib, azizlar BBS Holdingdan uy olasiz. Damaslik ham bo'lasiz shu bahona. Shunchaki beriladi xonadon xarid qilganingiz uchun. Aktiv bo'lamiz azizlar. Qani yondirib turinglar, videolarni tarqatib aktiv bo'lib, mana shu kommentariyada duolaringizni va shu ayamasdan ustalarimizni duo qilib turinglar, xudo xolasa. Bomba yangiliklardan qolib ketasiz, kuzatib turing. Bizni Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizni kuzatib turinglar. Yangiliklar zo'r bo'ladi, xudo xolasa. BBS Holding nurli kelajak sari.